Endi Starlight Motor avtosalonimizdan yana bir katta yangilik. Mijozlarni o'ylagan holda biz yana ikki xil turdagi mashinalarni olib keldik. Birinchi mashinamiz Aito M7 premium klassdagi, ammo narxi siz o'ylagandan ancha past bo'lgan avtomobil. Avtomobilimiz yurish zaxirasi bo'yicha kuchlilar safida 1300 km, to'g'ri 6 soniyada esa 100 tezlikka bemalol erisha oladi. Avtomobilimizning Xitoydagi narxi $55,000. Siz Starlight Motor avtosalonidan esa atiga $36,000 ga xarid qilishingiz mumkin. Keyingi mashinamiz $100,000 mashinani komfortini beradigan BYD Sea. Avtomobilimiz 7 o'rindiqli bo'lib, salonga birinchi qadam qo'yganingizdayoq biznes klassga o'tirganingizni his qilasiz. Oldi panelda 3 ta ekran, orqa qatorda muzlatgichli stol, kattalar uchun maxsus yotadigan o'rindiqlar, ikki tomonlama lyuk. Bundan tashqari salonda karaoke tizimi ham mavjud. Xullas, siz haydayapsizmi yoki yo'lovchimisiz, farqi yo'q. Saloniga kirgan odam bu mashinani kamida $100,000 mashina ekanini his qiladi. Biz esa sizga bu mashinani kalitini $60,000 ga topshiramiz. Aytgancha, yaqin kunlarda 3-filialimiz ham ochilishi kutilmoqda. Sifat va qulaylik endi sizga yanada yaqin. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Starlight Motor yo'lda ham uyingizdagidek yashang.